Qor ko'pligi sababli kelolmay qolgan cho'ponlarga qutqaruvchilar jo'natildi. Favqulodda holatlar ministrligining bildirishicha, Talasning Baqayota rayoni Aqnazarov qishloq hududining 8 nafar cho'poni 30-sentyabr kuni Jalal-Abad oblastining Chatqol rayoni Atmo'ynoq dovonida qor ko'pligi bois 3 qora qo'yi va 3 uyur yilqisi bilan dovondan o'tolmay qolgan. Ularni qutqarish uchun Favqulodda holatlar ministrligining Baqayota rayon bo'limi bilan mahalliy turg'unlardan iborat guruh 1-oktyabrda yo'lga chiqdi. Ular 2-oktyabrda Chatqol rayoni Chaqmoqsuv qishlog'iga borib tunagan, biroq qor ko'p yoqqani sababli mashinalar undan nariga o'tolmagan. Pomir qirg'izlarga navbatdagi yordam jo'natildi. Maxsus guruh kecha O'sh shahridan og'ir yuk tashuvchi 9 mashina bilan chiqdi. Migratsiya xizmatining ma'lumotiga ko'ra, hozirda Pomirda 2100 ga yaqin etnik qirg'izlar yashaydi. Asosan qirg'izlar Yuqori Pomir bilan Kichik Pomirda istiqomat qilishadi. Kichik Pomirda 8 qishloq, 208 xo'jalik bor. Unda 1200 ga yaqin odam yashaydi. Yuqori Pomirdagi 6 qishloqda 825 kishi kun kechirmoqda. Bu vaqtgacha Qirg'izistondan Pomirga 4 marta ekspeditsiya yuborilib, gumanitar yordamlar jo'natilgan. Qirg'iziston hukumati bu yil Yuqori va Kichik Pomirda yashagan 30 odamni Qirg'izistonga olib kelish harakatlari jonlanganini bildirgan. Chexiyalik Legal Trading kompaniyasi bilan imzolangan shartnomani tekshiradigan parlament komissiyasini tuzish taklif qilindi. Bunday fikrni Jo'g'org'i Kengashning vitse-spikeri Altinay Umurbekova umumiy yig'inda bildirdi. Parlament tekshiruvini olib borishimiz kerak. Legal bo'yicha kim shartnoma tuzdi, kim ularni topdi? Tashqi ishlar ministrligining ogohlantirish xati, buning barchasini tekshirib chiqib, o'z fikrimizni bildirishimiz kerak. Masalani ko'rib chiqib, parlament komissiyasini tuzishga majburmiz. Qirg'iziston hukumati bu yil 11-iyulda Chexiya Legal Trading kompaniyasi bilan Yuqori Norin GES kaskadini shu bilan birga 10 kichik GESni qurish haqida shartnoma imzolagan. Biroq Chex kompaniyasi pulni belgilangan muddatda to'lamay imkoniyat so'ragan. Hukumat Chex hamkorlarini bunday iltimosini bajarmay shartnomani bir tomonlama bekor qilgan. Oktyabrda nafaqa miqdori ko'tarildi. Hukumat qaroriga ko'ra 1-oktyabrdan boshlab respublikada nafaqa o'rtacha hisob bilan 516 so'mga ko'tarilib 5517 so'mni tashkil qildi. Yil boshida 108.6% bo'lsa, ko'tarilgandan so'ng 110.3% bo'ldi. Shuningdek, 5000 so'mgacha nafaqa olganlarnikiga 13% qo'shilib, 5000 dan ko'p olganlarnikiga 7% qo'shiladi. Nafaqani ta'minlash qismlari 100dan 5 indeksatsiya qilish koeffitsiyentiga ko'tariladi. Biroq 240 so'mdan kam bo'lmagan miqdorda indeksatsiya olib boriladi. Indeksatsiya qilish koeffitsiyenti o'tgan yildagi inflyatsiyaning va mehnat haqqining o'sishi asosida hisoblanadi. Jalal-Abad oblastining Noken rayonida qirg'iz-o'zbek chegarasi joylashgan madaniyat nazorati o'tkazish bekati ochildi. Tadbirga Qirg'iziston va O'zbekiston mahalliy hukumat vakillari ishtirok etishdi. Bu o'tkazish bekati 2004-yili piyodalar uchun ochilib, 2016-yili O'zbekiston tomonidan bir tomonlama yopilgan edi. O'tgan oyda Olobuqadagi qirg'iz-o'zbek chegarasidagi Baymoq, undan avval O'sh oblastidagi Do'stlik chegara bekati ochilgan. Ikki o'lka o'rtasidagi umumiy 15 chegara bekati bo'lsa, uning 11i avtomashina, 4i temir yo'l uchun. Deyarli barchasida Qirg'izistondagi 2010-yildagi voqeadan so'ng o'tish qiyinlashgan. 5-sentyabrda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Bishkekka 2 kunlik davlat safari bilan kelib, chegara bo'yicha shartnoma imzolangan. Chegarani bekemlash sistemasida qayrilib, bugungi kunda o'sha to'xtam negizida funksiyaga kirib ketadi. Avtouna uchun hozircha bizga anday buyurtma keldik. Bizga bugungi kunda shartimizga yarasha juy'a o'tkazamiz. Pasportlar negizinde ruchna qilay chiqqan ekan, o'ziga yarasha bir kommersiялык qiziqchilikdagi yuklar bu yerdan bugungi kunda o'tmaydi. Көптөгөн маселелер чечип калат. Бул дагы болсо биздин маданият тармагын күчөтөт, экономика тармагыбызды күчөтөт. Анан бир туугандардын ортосунда карым катнашын күчөтүп берет буйруса.
Qirg'izistonda o'qituvchilar kuni endi har yili 5-oktyabrda nishonlanadi. Ma'lumotga ko'ra 5-oktyabrni ta'lim xodimlari kuni qatori qabul qilingan. Bunday qarorga 2014-yili premyer ministr qo'l qo'ygan. Eslatib o'tsak, bu vaqtgacha o'qituvchilar kuni oktyabrning 1-yakshanbasida nishonlangan. Shu bilan birga 1994-yildan beri dunyoning 100dan ortiq davlatida 5-oktyabr butun jahon o'qituvchilar kuni qatori nishonlab kelinadi. Bu sana umumiy o'qituvchilarning va ta'lim tarmog'i xodimlarining kasb bayrami qatori nishonlanib, ularning jamiyat rivojiga qo'shgan hissasi ulug'lanadi. Davlat ipotekasi 10-oktyabrdan boshlab 8% ustama bilan beriladi. Bunday qarorga hukumat rahbari Sapar Isaqov qo'l qo'ydi. Unga ko'ra dastlabki foiz hisoblari ham yangi qaror asosida kamaytiriladi. Sababi nasiya avval 10-14% bo'lib, turar joy oluvchilari uchun qiyinchilik tug'dirgan. Xaridor to'playdigan hujjatlar esa avvalgiday o'zgarishsiz qoladi. Asosiysi, imtiyozli kredit olish uchun dastlabki summaning 30%dan ko'pini to'lash kerak. Davlat mahkamalarida ishlaganlar uchun yaxshi xabar. Ipotekaning foiz stavkasi ozaytirilib, kredit olish yengillantildi. Endi mijozlar 8% stavka bilan uy sotib olishiga va yer uchastkalariga uy-joy qurishlari mumkin. Mazkur qarorga hukumat rahbari Sapar Isaqov imzo qo'yib, 1-oktyabrdan boshlab nasiya beriladi. Misалы 10%dan 20%га чейин өз салымын төксө, кардарлар 10% менен алат, 10% жылдык менен. 20%dan 30%га чейин өз салымын төксө, 9% менен алат. Же болсо 30%dan өйдө өз салымын төксө, 8% жылдык менен кардарлар ала алышат. Ipoteka kompaniya birinchi mijozlarga 10-14% stavka bilan berib kelgan. Ammo jamoatchilik orasida tanqidiy fikrlar tug'ilib, nasiya oluvchilarning soni kamaygan. Shu boisdan hukumat kreditning stavka foizini ko'rib chiqib, miqdorini tushirdi. Endi yangi buyruqqa binoan avvalgi xaridorlar ham olgan nasiyalarning foizini kamaytirib to'lashlariga imkoniyat olishadi. Ведомстволар аралык комиссия чогулушунда бюджетный организациялар деп кол коюлганда, ошондуктан азыркы убакта бюджеттик организациялар жанагы мугалимдер, социальная сфера, здравоохранение ошолор эле гана алышат. Бирок буюрса бул жылдан баштап башка кардарларга дагы бериле башташат ипотекалык несиялар. Davlat kreditlari respublikadagi uysiz qolgan fuqarolarga sharoit tuzib bermoqda. Sababi davlat byudjetiga bog'lanib qolgan xodimlarning maoshlari hisobiga uy sotib olishga imkoniyati cheklangan. Ushbu dastur shu kabi xodimlar uchun eng qulay sharoitdir. Kreditning muddati esa 15 yilgacha berilib, xaridorlarning sharoiti ham hisobga olingan. Мысалы, жаңағы айлығың бір 15 мың сом болса, мүмкін саға ыңғайлы 15 жылға созып, 2 мыңден айына төлеп тұрыш. Жол болса, мысалы 5 жылда құтылам десең, анда 6 мың сомдан төлеп тұрыш керек айына. Эми ошону ар бир адам өзү тандайт да жолун. Hozirda respublikadagi tijoriy banklar turar joy sotib olishga nasiyani 18-22% bilan beradi. Davlat ipotekasi bundan farqlanib, stavka foizi past ko'rsatilgan. Shu boisdan arzon uylar 2020-yilga qadar bo'lgan dasturi davlat xodimlarini qo'llash maqsadida amalga oshirilgan. Ipoteka nasiyalari hozir 13 ta bankda amalga oshirilmoqda. Nasiya stavkasini tushirish hamkorlik banklar bilan shartnoma asosida amalga oshiriladi. Feruza Murabdullayeva, Gulzara Baqayeva, Rustam Alimbayev, Ынтымак.